Nima? Haligi yaramas, Chao'ga nima qilding? Yo'q, men hech narsa qilmadim. Chao. Hozir qarasam, Chaoning eynida kiyimi ham deyarli yo'q edi. Nahotki Men Yo'q, bu bo'lishi mumkin emas. Bu haqiqat emas. Yo'q! Bobo, Nima bo'ldi? xonada meni kutib turgan o'sha muhim shaxs emas ekan. Vanyuan ekan. O'sha ekanda. Yaxshiyamki tez qochib qoldim. Niyatiga yeta olmadi. Sen qochdingmi? Ha? Shunchaki qochib ketib bo'lmaydi. Meni nomusim bulg'alandi. Uni shunchaki qo'yib yubormayman. Meni aytmoqchi bo'lganim qiz. To'g'ri. Uni faqat o'ldirishgina ko'nglimni tinchlantiradi. Xizmat qil. Yaxshi. Bobo, yaxshi deyapsizmi? Unda bobo, men hozir olib boraman. Borsang qaytib kelma. Vanyuan, seni o'ldiraman. Chao, bu yaramasni menga qo'yib ber. O'zim bir yo'l qilaman. Mayli. nima qilib qo'ydimki meni o'ldirmoqchi bo'lyapsiz? Senga o'xshagan past tabaqadagi odamni samoviy saroyga bir qarashini o'zi gunoh. Endi esa ko'rmasliging kerak bo'lgan narsani ko'rding. Bugun ko'zlaringni o'yib olishim shart. Lidi Hao, kasalmisan? Jao'ga bir ikki marta qaragan bo'lsa nima bo'pti? Yalang'och emasdi-ku. Jessi, nega uni yonini olyapsan? Aytgancha Jao, indamay chiqib ketganding. Yana bu yerda paydo bo'lding. Ustiga ustak bunaqa ochiq kiyimda. Buni orqasida bir gap bor. Nima? Linjisiya, nima demoqchisan? Nima? Jao bu kiyimni ataylab mana shu bola uchun kiygan demoqchimisan? Hech narsa demoqchi emasman. Shunchaki bu g'alati tuyuldi. Aniqlashtirmoqchi edim xolos. To'g'ri aytding. Men rostdan ataylab shunday kiyindim. Nima? Lekin bu o'sha muhim shaxs uchun edi. U uchun emas. Jao, sen Ana to'g'ri kelyapti-yu. Kimga ko'rsatishni nima farqi bor? Ko'rsatish emas. Farqi bormi o'zi? Men Agar o'sha muhim shaxs raqsimni ko'rishni istasa, bu men uchun sharaf. Uning ko'rgani men uchun haqorat. Yo'q, Jao, sen unga yana raqsamchi berdingmi? Hey, xullas, bugun menga hammasini tushuntirib berishing kerak. To'xtang. Bobo? Sen ol. O'ldi? Vanyuan, eshitdingmi? Bobom seni o'ldirishni aytyapti. Ay. Sen o'lguday ahmoq qiz ekansan. Bobo, nega meni uryapsiz? Uraman. Aynan seni uraman. Bobo, nima demoqchisiz o'zi? Hey, janob sen nima demoqchiligini men bilaman. Sen xonim, birovga qo'l ko'tarishdan oldin qarshingizdagi odam kimligini so'rab surishtirib olishingiz kerak emasmi? Kimligini? Janob Lu, Vanyuan haqida gapiryapsizmi hozir? U kimligini so'rashga hojat bormi? Uni maktab davridan beri bilaman. U shunaqa kambag'al ediki, hatto maktab oshxonasida ovqatlanishga ham pul yetmasdi. To'g'ri-da. Bu bolaning egnidagi kiyimlari ham bozorniki. Nima? Biror katta odam bo'lishi mumkinmi? Ha? Ba'zan insonning ko'zi ko'rgani ham haqiqat bo'lavermaydi. Odamning tashqi ko'rinishiga qarab baho berib bo'lmaydi. Yaxshi. Unda janob Lu, aytingchi, Vanyuan aslida kim? Qaysi korporatsiyaning valiahd shahzodasi yoki qaysi oilaning kichik janobi ekan? Korporatsiya shahzodasi, oila xo'jayini. Vanyuan, ota-oning kim bo'lib ishlaydi? ota-onam? Bilmadim. Opamning aytishicha ular konchi bo'lib ishlashar ekan. Konchi? Bir konchini o'g'li bo'la turib, nimanga kerilasan unda? Ha? O'sha konlar uning oilasiga tegishli bo'lsa-chi? Nima?
Janoblo, hazillashyapsiz shekilli. Uning oilasi konlarga egalik qiladi demoqchimisiz? Bo'lishi mumkin emas. Unda boyvachchalar xislatidan asar ham yo'q-ku. Boyvachchalar qanday bo'lish kerak ekan? Ha? Sizlarga o'xshab takabbur, og'zdan faqat o'l degan so'z chiqadigan bo'lish kerakmi? Agar shunday bo'lsa, unda men rostdan ham boyvachcha emasman. Unaqa emasligini bilaman. Kichik janob Van hozircha kimligini oshkor qilishni istamayapti. Unga yordam berishim kerak. Sen xonim, bugun mening yuzimdan o'tib bu ishni bosti-bosti qila olasizmi? Janob Lu, siz qayta uning yonini olyapsiz. Bu Van Yuan sizga ishlagani uchunmi? Shunday deb hisoblasangiz ham bo'ladi. Mayli. Bugun janob Luning hurmati uchun bu ishni shu yerda qoldiramiz. Voy bu! Unda marhamat qilganlari uchun Tsin xonimga katta rahmat. Van Yuan! Erta xursand bo'lma. Bugungi haqorat uchun hali sendan hisob so'rayman. Bugun joningni janob Lu saqlab qolganiga shukr qil. Yaxshi, kutaman. Yaramas! Xo'sh. Senga Porsche yoqadimi? Qiziqsiz-a? Qaysi qizga Porsche mashinasi yoqmaydi? Agar yoqsa senga bittasini sovg'a qilaman. Unda kichik janob Vanga rahmat. Sizga sovg'a qilgan McLaren hali haydab ko'rganim yo'q. Alo, menejer ja. Ha. Menga 5 ta turli rangdagi Porsche kerak edi. Hoziroq ularni qaynoq buloqli dam olish maskaniga yetkazib bering. Jessia, mashinaga chiq. Van Yuanchi? Mayli, shu yerda taksi kutib tursin. Ko'ramiz. Kechgacha birorta mashina to'xtarmikin. Ha, nima? Bu yerda taksi tutish qiyinmi? Albatta qiyin. Bu yerga faqat boy va badavlat odamlar keladi. Hamma senga o'xshaydi deb o'yladingmi? Hammaning o'z mashinasi bor. Unda men Van Yuan bilan birga kutaman. Jessia, yaxshisi bizning mashinaga o'tir. U bilan bu yerda qancha kutishing noma'lum. Uzoq kutmaymiz. Hozirgina bir nechta mashinaga buyurtma berdim. Tezda kelib qoladi. Buyurtma berding? Van Yuan, aqldan ozdingmi? Buyurtmaga mashina sotib oldingmi? Ha, albatta. Van Yuan, jonga tegding-ku. Sen mashina sotib olarmiding? Hey, Jo, o'ylab qoldim. Rostdan ham sotib olgan bo'lishi mumkin. Mashina sotib oldim dedi-yu, aynan qanaqaligini aytmadi-ku. Bir necha minglik eski shaldiroq aravadirda. Bir necha mingga? Shunaqa arzon ham bo'ladimi? Bo'lmasa ekanmi? Balki konditsioneri ham yo'qdir, a? Jessia, sen ham nozikkina qizsan. Nahotki o'shanaqa temir tersakka o'tirmoqchi bo'lsang. Oh. Porsche'da konditsioner bo'lsa kerak.